Endi Jahongir o'zi Jahongir Otajonovga e'tibor berishlik to'g'ri emas deb o'ylab qoldim oxirgi paytimda. Shataxot uni harakatlari, shataxot deydi. Nima deyotganini bilmaydi o'zi. Haligi 30 yil zonada yotgan odamlar anekdot aytaverib, anekdotlar yod bo'lib ketgan ekanda. Oxiri anekdotlarni aytib o'tirishmas ekan, raqamini aytishar ekan. 1 desa ha deb kular ekan. 35 desa juda uyatsiz ekan, boshqa anaqa der ekan. Jahongir ham shunaqa raqam. Jahongir desa odam kuladigan bo'lib qoldi. Uni na dindan saviyasi bor. Va na bir shariatni usullarini biladi. Qur'onni o'qiy olaman deyapti. Ovoz chiqaryapti xolos. Qur'onni o'qib o'qilmaydi. Ma'no aytayapti, o'ziga moslab aytayapti. Mushriklarga tushgan oyatni musulmonlarga tatbiq qilyapti. Men o'zimni xalifa hisoblayman. Xalifa Allohning o'rinbosari degan ma'noda keladi. Oqating shu zamonni butun tug'ilgan kunim chiqsin eshikning tumani. Masalan, men Allohning o'rinbosari bo'lishni xohlayman. Mende so'ribdi